Bir do'stimiz kommentariyada qanaqa Visual Studio'ni tema rangini o'zgartirishni so'rabdilar. Birinchi shundan boshlaymiz, keyin darsimizga o'tamiz. Demak, Visual Studio'da tema rangimizni o'zgartirishimiz uchun, deylik, menda oq turibdi, sizlarda qora bo'lishi mumkin. Buni menday ko'rinishga keltirishingiz uchun nima qilamiz? Buning uchun Ctrl Shift P ni bosamiz. Keyin bo'lsa, bu yerga color sim deb yozadigan bo'lsak, mana ushbu natija chiqyapti. Bu yerga kirsak, bir nechta demak tanlovlar bor, optionlar. Xohlagan bittasini tanlab bosishimiz mumkin. Sizlarda misol uchun Dark Visual Studio'da turgan bo'lishi mumkin ushbu ko'rinishda. Sizlar keyin deylik bu yerdan Light Visual Studio'ni tanlasanglar, ushbu ko'rinishga keladi, ya'ni oq fonga. Demak, shunaqa qilib o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi Visual Studio'da. Endi darsimizga qaytamiz. Biz 46-darsimizda adashmasam, sizlar bilan elementlar pozitsiyasini to'g'rilashni ko'rib chiqqan edik. Ya'ni grid column start, column end, row start, row endlar bilan. Endi buni sal osonlashtiramiz. Ya'ni bitta property orqali biz grid column start bilan grid column endni bitta qilib berishni, row ham xuddi shunaqa berishni ko'ramiz. Demak, buning uchun oldin ushbu kodni ko'rib chiqamiz. Demak, men bu yerga display containerga display grid berdim. Template columns ga repeat 4 ta, ya'ni 4 ta takrorlanish, keyin bref ta, fr ta. Keyin bo'lsa template rows ga bo'lsa 3 ta, keyin 200 piksel qiymatlarini berib o'tdim. Bu yerda keyin item 1 ga ushbu qiymatlarni berdim, ya'ni grid column start, end, keyin row start, row endlarni berib o'tdim. Shunda natijani ko'radigan bo'lsak, ushbu holatga keldi. Endi sizlar bilan osonroq yo'lni ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, men bitta qiymat bilan ushbu bitta qiymat debman, bitta property orqali shu ikkitasini bitta qilib yozishim mumkin. Buning uchun demak, men pasini o'chirib tashlayman. Keyin bo'lsa, demak, bu yerga grid column start emas, grid columnni o'zini beraman. Keyin endi bu yerda hozir birdan boshlayapti. Tugashi 3 bo'lishi uchun biz nima qilamiz? Bir yoniga slash qo'yib 3 yozamiz. Saqlaymiz. Brauzerdan tekshirsak, hech narsa o'zgarmadi. Ya'ni o'sha holatida qoldi. Ya'ni biza grid column bilan bemalol grid column start va grid column endni ushbu bitta property orqali berishimiz mumkin. Rowda ham xuddi shu narsa. Ya'ni bu yerdan start olib tashlayman, 1/3 qo'yaman. Keyin bo'lsa grid row end olib tashlab, demak, ushbu holatga keltiramiz. Saqlab tekshiradigan bo'lsak, mana o'zgargani yo'q. Demak, bu osonroq yo'l edi. Bizda yana bitta narsani ko'rib o'tamiz, ya'ni spanni. Spanni biz shu grid columnni ichida berishimiz mumkin, ya'ni qiymat tariqasida. Bu bizga nimaga kerak? Misol uchun biz grid columnda boshlanishi va oxirgi liniyasini berib o'tgan edik. Ya'ni bizda bu birinchisi boshlanishi bo'lsa, uchinchisi tugashi. Biz span bilan, ya'ni span 2 qiladigan bo'lsak, xuddi shu holatiga keladi. Agar buni misol uchun 3 qiladigan bo'lsak, demak, birdan keyin, ya'ni birinchi qiymatdan keyin 3 ta bizda line ni oladi. Ya'ni spanni o'zini tarjimasi o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, qator degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bizda birinchi liniyadan keyin qolgan 3 ta liniyani oldi. Ya'ni biz nechta liniya bizga kerak bo'lsa, shuni yozsak chiqadi. Ya'ni biz qiynalib, deylik, qaysi birida tugashini yozib o'tirmaymiz.